Qadrli obunachilar, mana eksperimentimizni boshladik. Hozir puli yo'q odam somsaxonaga borib bitta somsani yeb ketaladimi, ketalmaydimi, odamlarda qanchalik mehr oqibat borligini tekshirib ko'rish maqsadida Marg'ilondagi akvaparkni oldidagi Instagramda chiqayotgan 3 ta somsa yesa, uchovi bepul 20 minutda bepul deyotgan somsaxonaniga borib so'rab ko'ramiz somsani. Qani ketdik. Kuzatib turinglar, qarab turinglar. Aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Somsa bormi aka? Aka, pulim yo'q edi, to'g'risi. Shunga bir dona somsa berasiz. Mana Instagramda ko'rib qolganman, 3 ta somsa yesa, nima uchovi bepul 20 minutda degan videolarni ko'rdim Instagramda. O'shanga bir dona somsa bersangiz, odamga yaxshilik qiladi. Hozir imkoniyatim chatag'ida, sal imkoniyatim bo'lganda pulimni tashlab ketaman agar nima qilsangiz. O'shanga bitta nima deydi, somsalaringizdan bir dona o'zib bersangiz bo'ldi deydi. Siz bir dona nima qilaylik aka? Aka, bo'ldi, to'xtang aka, nima? Rahmat shunchalik aka. Joningiz sog' bo'lsin aka, eksperiment olyapti. Siz eksperiment etib qoldingiz. Qo'yta yashirin kameramiz bor. Kelavering aka. Mana sizlarga yaxshi insonlar ko'paysin aka. Qani joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Yo'q, bo'ldi aka, qorin to'q, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. O'shanga hozir Instagramda ko'rib qolib, biz bilan bitta kontent qilaylik, bitta jamoamiz bilan. Akamizdaqa yaxshi odamlar ko'paysin. Bularning manzillari mana Marg'ilon akvaparkning oldida obod somsa bor ekan. Biz mana shu Instagramdan ko'rib kelgan edik. Aka, joningiz sog' bo'lsin, xursand bo'ldim. Sizlarga insonlar hamisha ko'paysin. Qadrli obunachilar, baribir unamasam ham qonim to'q desam, bizdan baribir somsa berishda iloji yo'q, yeyapman. Yemaguncha qo'ymaymizlar biz, ha? Like bosing, qo'llab-quvvatlab turing, yaqinlarga ulashib qo'ying. Sog' bo'ling. Jinnilarni endi chiqaraman oldinda. G'idish.